qilyapsiz, bitta ko'rib bering. Ko'rib berishim $500. Ha, to'g'rilashchi. To'g'rilash edi, qaraymiz, vaqtimiz bo'lsa to'g'rilab beramiz, lekin ko'rish $500. Bitta telefon bilan. Kim? Alo. Lexus nima bo'ldi? 1 oyda. 1 oydan keyin kutasiz ochirtingizni, 1 oydan keyin olib ketasiz. Kim? Jamshid bilan. Rolls-Royce nima bo'ldi? 2 oyda. 2 oydan subwooferlarni to'g'rilab beraman. Davay, vaqtim yo'q. Kelingiz, Keling. Ha, xotin. $1000? Ha, $3000 beraman. Ha, mazza qilinglar, davay. Shogird $1000 qo'y. Sen 4000 mana shogirdim ham $1000 beradi. Ya aka, men mashinam nima bo'ldi? Sizni boshingiz nima bo'lgan? Ha, motori ketgan, buzilgan. Qachon? 2 oy bo'ldi. Yana 1 oy kuting. Motion ko'p, men ham robot emasman, motion ko'p, qilishim kerak. Jon aka, bizani ham mashina motorini ko'rib bering. Sen kim yaxshi ko'rib bermayman uka. Nimaga? Turqing yoqmayapti, bilmayman. Turqing yoqmayapti, bilmayman. Men odamlarning turqiga qarab, puliga qarab gaplashaman. Men pulim ko'p. Onangiz telefon qiladi. Onam, onajon, duoda bo'ling, duoda motion ko'p, juda ham ko'p. Amin. To'xtat, patakalla moshin to'xtat. Usta, men nima qilyapman hozir? Remont qilaylik, pul yo'q. Chaqiryapman-ku. Juguli bacham to'xtat. Ey uka, moshina remont qilib beraymi? Bo'lib berishga. Ayo, mashinam umuman buzilmayapti, zo'r yuribdi. Nima bo'lyapti o'zi? To'xtat. Ey ukajon. Esingdami, seni basharing yoqmayapti degandim. Menga rashi yoqqanding. Kim mashinani remont qilib beraman? Ya aka, mashinam buzilmayapti, rahmat. Turqingga. Nima bo'lyapti? Salomon xon. Ukajon, qandaysan? Kim mashinaning motorini to'g'rilab beraman? Bo'lib bersang ham bo'ladi pulni. Mashina buzilganini chot ko'ribdi. Nima bo'lyapti? Nimaga mashinalar buzilmayapti? Chunki hozir hech kim sakson benzin quymayapti mashinasiga, aka. Nimaga sakson qo'ymayapsizlar? Aka, sakson benzin birinchidan ekologiyaga zarar, ikkinchidan mashinaga zarar, uchinchidan уже butun dunyo sakson benzindan voz kechib bo'lgan. Mana O'zbekistonda ham 1-dekabrdan boshlab sakson benzin sotuvi to'xtatildi. Telefon bo'lyapti. Kenayim. Ha, xotin. Kartoshka qaynat, yeymiz shuni endi majbur. $100 qazib beraversan? Men sizga doljiman men sizga. iPhone qani? Sotdim. 1 yil sotib tursa bo'lardi saksonni. Uchastka qurib o'rardik. Nimaga to'xtatadi saksonni? Bo'pti, jo'ra, men ketdim. O'zingni ehtiyot qil, menga keraksan, jo'ra, iltimos. Davay. Bo'pti, Mayli. Bo'pti, jara. Mana shu borku, seni mashinang bo'lgani uchun shunaqa muomala qilyapti. Qara, menga e'tibor ham berma. Yo'q. Ishon 100% seni mashinang uchun shunaqa muomala qiladi u. Jo'ra, havo ham sovib ketdi. Issiq choy ichgan tomog'ing og'rimaydi. Menga qara. Mashinam borligi uchun shunaqa mehribonlik qilyapsanmi sen? Nima deganing, jo'ra, sovuqda qiynalma deyapman. Qo'y, jo'ra, bilaman men hammasini. Qo'y. Deyapsan do'stim. Jo'ra. Endi ichkarida bo'lmaga bormi yo'qmi? Men senga bo'lmaga olib keldim. Bo'lmaga bilan kir. No'g'ri, sen g'alatiroq qilsan, o'rtoq. Bitta mashinam uchun bo'lmaga ko'tarib kelmaysan, bor chiq. Ne olib keldingmi bu yerga? Jo'ra, Ideya do'koni dekabr oyini katta yangilik bilan boshladi. Oyiga 99,000 degan aksiya e'lon qildi. Hech kimga aytganim yo'q, faqat seni olib keldim, Jo'ra. Bilaman, men nima uchun olib kelganimni. Mana masalan, Jo'ra, Honor X7D telefonini ham oyiga 99,000 so'mdan to'lab olsang bo'ladi. Redmi Note 14 ni ham oyiga 99,000 so'mdan to'lab olsang bo'ladi, Jo'rajon. Old Glory Lareto kir mashinasini ham oyiga 99,000 so'mdan to'lab olsang bo'ladi. 10 kiloli Premier kir mashinasini ham oyiga 99,000 so'mdan to'lab olsang bo'ladi. 43 talik smart televizorni ham oyiga 99,000 so'mdan to'lab olsang bo'ladi. Shvaki gaz plitasini ham oyiga 99,000 so'mdan olsang bo'ladi. Ataga hammasi 99,000. Atiga hammasi oyiga 99,000 so'mdan. Jo'rajon, bu aksiya 19-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Hech qanaqangi kafillar kerak emas. Foizlarsiz, boshlang'ich to'lovsiz olsang bo'ladi, Jo'rajon. Yo, aksiyalarga gap yo'q, jo'ra, lekin to'g'risini aytsan, meni mashinam borligi uchun shu ishlarni qilyapsanmi? Qanaqa kelsan? Yaxshiyam bir buzuq Matizing bor ekan. BMW bo'lsa nima qilarding? Men seni mashinang uchun emas, seni yaxshi ko'rganimdan qilaman, do'stim.